Bu esa yana qaysidir ma'noda oz bo'lsa-da bugungi o'yinni birinchidan jadvalda bir-birlariga juda ham yaqin turishibdi. Ikkinchidan esa xato. Surxon gol urmoqda. 1-0 uchrashuvning 11-daqiqasi. Ajoyib tarzda ijro. Murodov hujumchi. Ustam ajoyib tarzda vaziyatdan foydalandi. Har qalay jalb etilgan edi ushbu futbolchi. Mana o'sha holat 16 bo'lsa 3-19, 18-19 metrlar masofada turib raqib darvozasini ishg'ol etmoqda. Chap oyoqda kuchli yo'llangan zarba Turdimurodovning goliga sabab bo'lyapti. Takatayev ikkinchi gol. Biroz men kech qoldim. Asilbek tomonidan kiritilyapti, adashmasam. Bu ikkinchi raqamdagi Behruz Karimov. Hozir bo'lish darajasida yana uzoqdan Tokatayev. Ajoyib gollardan, chiroyli gollardan biri. Kenjaboyevning golidan keyin futbolchilar ancha ruhlanishgan ko'rinadi. Toirov markazda to'p uchun kurash. Surxon futbolchilari yana to'pni egallab olishdi. Bilmadim, Rustam tepdimi to'pni? Ha. Surxon futbolchisi yerda yiqilib yotdi. O'yin to'xtatilgani yo'q. Uchrashuvni davom ettirish mumkin deb hisoblamoqda. Shamsiyevga yordam kerak. Jadval mukammal bo'lmagunga qadar. Shundoq ham sariq kartochka ko'rsatib bo'ldi. Chap qo'l bilan yuziga tarsaki tortgandek. Qizil kartochka ko'rsatiladigan bo'lyapti. Sariq bekor qilindi va qizil. Bu esa Andijon jamoasi futbolchilarini yana ham qiyinroq bo'lgan vaziyatda qoldiradi. Rustamning birinchi urgan goldan oldingi holat hozir ham mana yana ro'y beryapti. Shuni boshi bilan yutib oldi-yu, mana bu yerda yana tushmovchilik va Tokatayev hamda Azmiddinov. Sal bo'lmasa hozir 3-gol. Qochgan bu yerda. Va yana to'p qoldirildi. Endigina hujum o'xshayotgandek tuyulgan edi. Ketdi Surxon. Zarba bo'ladimi? Mana zarba uchun imkoniyat va 3-0. Qarshi hujum yana natija beryapti. Juda ham samarali hujum bo'ldi. O'ylab turgan yo'q. Surxon avjiga chiqyapti. Behruz Karimov yaxshi harakat qildi. Uning tepgan to'pi Tokatayevning aldanilishiga sabab bo'lgan variant. Mana bu yerda adashmayotgan bo'lsam, Hamidjonovning oyog'iga to'p tegib yo'nalishini o'zgartirib yubormoqda. Aslida esa Behruz unchalik kuchli zarba yo'llamagan edi. Aynan kecha Real Barselona o'rtasidagi uchrashuv. Uning yaqqol misoli va mavjud bo'lgan o'yin uslubi. Klassik desam noto'g'ri bo'lar. Faqat oldingacha. Endi ruhiyat ham bunga imkoniyat beryapti. Qoyil. Surxon hamda Andijon jamoalari o'rtasidagi uchrashuv birinchi taym yakuniga yetdi. 3-0 hisobida Surxon oldinda boryapti. Birinchi taymdan so'ng hisob 3-0 Surxon foydasiga. Undan ham uzoqroq bo'lgan masofadan aniq darvozaga to'pni yo'lladi. Hozir ham imkoniyat bor edi. Lekin to'p
hozir Rustamida Novak vaziyatda Rustamga taqdim etgan vaziyatdan Turdimurodov foydalana olmagan. Tokatayev uzatma bor, xavfli vaziyat, 4-0. Endi bu safar gol muallifi Javohir Jo'rayev. Bu so'zini aytish qiyinga o'xshayapti. Zo'r uzatma, ajoyib pozitsiya va aniq zarba. Nodirxon Novakni chalg'itib o'zi bilan olib kelgan. Bu yoqda esa qarshilik ko'rsatish urinadi. To'pni hozir Andijonga oldirib qo'yapti. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Hozir to'p maydonda saqlanib qolindi. Uzatmani kutamiz. Bor uzatma. Nodirxon qaytardi. Zarba yo'llanyapti Andijon futbolchisi tomonidan. Andijonliklar Karimov, Asadbek yana u to'pni qabul qilib olyapti. Yuqoridan uzatma va mana bu yerda Jamoliddin Hojiniyozov. Masofa bor. Inobatga olinadi. Jumayev aniq yetkazib berdi. Zarba yo'llanyapti. Agar hozir Behruzning tepgan to'pi kutilmagan natija. Toirov yoki sherik emas. Zarba yo'llandi, darvozabon. Novak. Ajoyib tarzda hozir Kamron Cheriga to'pni yetkazib beryapti. Mana bu yerda esa qoida buzildimi Rustamga nisbatan yoki o'zi yiqilib tushdimi? Menimcha tur o'rningdan o'zing yiqilib tushding, ko'rdim deyapti shekilli. Lekin Kamron bir ish qildi, qoyil maqom ish bo'ldi. Ayyo, qanaqa jarima to'pi, 11 metrlik. Mutlaqo hech narsa yo'q. Va hozir Asadbek Karimov chap qanotga Kamrondan zarba yo'llandi va yomon emas. Chap oyoqda zarba beribdi ham. Yana yurish. Safargisi ancha qulayroq. Rustam o'zi zarba yo'lladi. Va so'nggi hujum Naim Qosimov Qushdagi hujumga yo'l bermadi, chunki vaqt tugagan edi. Surxon hamda Andijon jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 4-0 hisobida Surxon foydasiga hal bo'lyapti.